videoni o'tkazib yubormang. Menga obuna bo'lib, tanishlaringizga yuborib qo'ying. Bu sizga juda ham foydali bo'lishi mumkin. Bu ko'rib turganingizdek oddiy sildiri tanasi. Mana shu joylarini men doim bu uchun olib tashlab, kesib, maydalab, olma va bodring bilan birgalikda har kuni 300 stakandan chiqazib suvini detoks qilib ichaman. Bu nimalarga foydali? Eng avvalo odamni yoshartiradi, hazm jarayonini kuchaytiradi, otyoqlarni yo'qotadi, ozdiradi hamda ayollarning yosharishiga hissasini qo'shadi. Judayam foydali. Siz bir sinab ichib ko'ring, oshqozonni gastritni oldini oladi, oshqozon ichak kasalliklariga yordam beradi, tuzatadi. Ovqat hazm qilishga qiynalganlar ovqat hazm qilish jarayonini tezlashtirib beradi. Ich qotadiganlarga, qabziyati borlarga ham juda foydali. Pochkasida muammosi borlarga ham juda ham foydali. Shaxsan o'zim pochkamda muammo bo'lgan va shu bilan bodringni, sildiri bilan bodringni chiqazib ichganimdan so'ng pochkamda umuman toshlar, tuzlar, shamollashlar qolmadi. Ichib ko'rsangiz natijasini bilasiz. Natijasini bilganlar esa kommentariyada yozib qoldiring. Keyingi safar nima haqida foydali ma'lumot bo'lsin, yozib qoldiring.